Bu kimning haykali bu? O'sh shahri markazida hali ham Lenin haykali shahar hokimligi binosi ro'parasida. Kimni ko'ryapmiz? Biz bu tasvirlarni ko'rsatish orqali biror siyosiy voqelik yasamoqchi emasmiz. Albatta bu qardosh yurt vakillarining xohish istagi. Har holda biz o'rganmaganmiz va bunday haykalni ko'rmay ketgandik. Lekin sobiq Sovet ittifoqi tashabbuskorining haykali shuncha paytdan beri qad ko'tarib turgani baribir qiziq ko'rindi. Ma'lumot uchun mazkur haykal 1975-yilda o'rnatilgan va Leninning dunyo bo'ylab qad ko'targan haykallari orasida kattaligi bo'yicha 6-o'rinda turadi. Balandligi 25 metr, og'irligi 7,5 tonna. Bir-ikki mahalliy aholidan so'radim, nimaga bu haligacha Lenin haykalini olinmagan desam, ha turibdi-yu, xalaqit bermayapti-yu deydi. Ko'plab qirg'izistonliklar bu haykalning turishi hech qanday g'oyaviy asosga ega emas deydi. Shahardagi ommaviy tadbirlar ham mazkur haykal ostida o'tkazib kelingan. Lekin ijtimoiy tarmoqlardan bilish mumkinki, qarshilar, jumladan uni buzib tashlash haqida anchadan beri bahslar bo'lib kelgani rost. O'sha odamning haykali turibdi. Soyasi ham ancha joylarga yetadi. Biz mazkur tasvirlarni 2025-yilning 4-iyun sanasida olgandik va hali e'lon qilib ulgurmasimizdan 7-iyun sanasida mazkur haykal buzib tashlangani va o'rnida milliy bayroq ustuni o'rnatilishi yoki mustaqillikka daxldor kompozitsiya qad ko'tarish haqida xabar tarqaldi. Qizig'i